Qani bolalar, aylanib olib turib olinglarchi. Vals tushishni bilamiz deb o'ylaysizlar. Shundaymi? Xuddi shu narsa bilan hozir shug'ullanamiz. Qani kim o'z xohishi bilan o'rtaga chiqadi? Yangi o'quvchimi? Qani men bilan yurchi? Uddalay olsang. Yomon tushmadimikin? Voy. Yanglishib janob Sedrikni sehrli bashmog'ini olibman shekilli. Qachon qaramoni bemani buyumlari butun saroyda sochilib yotadi. Meni kechira qol, Sofiya. Yurmaymizmi? Bal 3 soatdan keyin boshlanadi. Kiyinishga ham ulgurmayman. Malika Sofiya, bal uchun hamma narsa tayyor. Rosa chiroyli bezatilibdi. Faqat bir narsa yetishmayapti. Ya'ni Malika. Sofiya, siz eng chiroyli malika bo'lasiz. Ilk raqsingizni ko'rishni sabrsizlik bilan kutyapman. Topdim nima qilishni. Janob Sedrikdan yordam so'rayman. Janob Sedrik, xayrli kech. Meni ismim Sedrik. Kirsam maylimi? Marhamat. Yana nima bo'ldi? Yaqinda menga yordam berishingizni aytgandingiz, esingizdami? Albatta esimda. Hozircha es-hushim joyida. Bugun chiroyli raqs tusha olishim uchun meni sehrlab qo'ya olmaysizmi? Hammani oldida sharmanda bo'lishni istamayman. Haya, axir u yerda qanchadan qancha odam bo'ladi. Menimcha bu ishni boplaymiz. Hozir yozib beraman. Hozir. Mana marhamat. Sanyeval. Hozir emas. Musiqa chalishlarini kuting. Ana undan keyin mana shu 3 sehrli so'zni ayting. O'shanda qirollikning eng mohir raqqosasiga aylanasiz. Rahmat sizga janob Sedrik. Sizsiz holimga kechardi, hayronman. Bu gapingizga qo'shilaman. Bas qilsang-chi, ahmoq bo'lganim yo'q. Unga raqs tushadigan sehrli so'zlarni aytib, hozir yozib bergan sehrli so'zlarni aytishi bilan butun saroy ahli uyquga ketadi. Hatto otasi bilan onasi ham uxlab qoladi. Tumorni menga bersagina, ularni uyg'otishga rozi bo'laman. O'shanda qirollik meni izmimda bo'ladi. Siz juda go'zalsiz, Malika Amber. Betakrorsiz. Opam bilan gaplashib olishim kerak. Guvohlarsiz. Ko'rinishim qanday? Ataylab o'sha sehrli boshmoqlarni berdingmi? O'zing qanaqa hazil qilganingni unutdingmi? Sen qilgan ishni hazil deb bo'lmaydi. Unga raqs darsi kerak edi. Seni deb endi raqs tucha olmaydi. Negaligini bilaman. Chunki u bu yerda ortiqcha. Yo'q, chunki hamma uni sendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Qilgan ishingdan keyin men ham seni yomon ko'rib qoldim. Bu nima hazilmi? Yo'q, hech ham hazil emas.
Shoshma, James! Qayt orqangga! Ko'ylagim yirtildi. Suzatda, Marsi! Malika Sofiyaga bir qaranglar, juda chiroyli bo'lib ketibdi. Sofiya, eng go'zal malika bo'libsiz. Malika Sofiyani qarshi olinglar. Sofiya, Zot oliylari, Hozir hamma uxlab qoladi. sizni raqsga taklif qilsam. Zanibas Babila Kela. Barchasi silliq kechyapti. Tez orada hamma uyquga ketadi. Yo'q, yo'q. Oyi, oyi, so'zlarni noto'g'ri o'qidimmi? Oyi, uyg'oning. Yordam beringlar, yordam beringlar. Kim bor? Yordam beringlar. Janob Sidrik. Soqchilar, Suzetta, Marsi. Yordam bering. Nima qilib qo'ydim? Zolushka, bu yerga qanday kelib qoldingiz? Meni bu yerga seni tumoring chaqirdi. Tumor tarixdagi barcha malikalar bilan tutashgan. Birontamiz og'ir ahvolga tushib qolsak, boshqalar yordamga kelishadi. Nega yig'lading? Sehrli so'zlar yordamida hammadan chiroyli raqs tushmoqchi edim. Ammo barchani uxlatib qo'ydim. Nima bo'pti? Hamma ustimdan kulganida yaxshi bo'larmidi? Ularni uyg'ota olasizmi? Bu faqat seni qo'lingdan keladi. Ammo bu mushkul ahvoldan qutulishda yordam berishim mumkin. Everyone's heard about the day that true love came for me. Bu voqea bo'lganda qadim zamonda shahzodam meni olib ketdi olis makonga. Ammo uning mehri qalbimni yoritmadi.